Assalomu alaykum obunachilar, mana navbatdagi otopleniyamiz tayyor bo'lib qoldi. Otopleniyada ko'pchilikda muhokama bo'layotgan sabab, birinchisi samotok sistema sabab bo'lyapti. Hozirgi kunda biz qishloq sharoitida otopleniya qilayotganimiz uchun svet ko'p o'chadi, boshqa bo'ladi. Shuni hisobga olib samotok sistema qilyapmiz-da. Hozir buni samotok sistema qilmasak, qishloq sharoitida svet ko'p o'chganini hisobiga uylar isimay qoladi. Bu bitta sabab. Ikkinchi muammo shu ko'pchilikda kommentariyada yozilyapti, klepsiya muammosi bo'lyapti. Svet o'chganda bu turbani ichida 80-90 graduslik suv aylanadi buni ichida. Bu aylanganning hisobiga mana turbalarni eshib tashlaydi. Shuni spakoyni bir xilda ushlab turish uchun shu klepsiyada har 30 santimetrga qattiq qotirib chiqqanmiz buni. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, klepsiya 170 so'm, 200 so'm turadi narxi. Bu hech qanaqa oshiqcha rasxod yo boshqa bas bu. Bu ish sifatini oshiradi bu klepsiya, keyin uklonni chiqarishda ham bu katta ahamiyatga ega bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.